Hammaga salom. Bilasizlar, yaqinda Salerno firmasidan menga qo'ng'iroq bo'lganida, telefon qilishganida, aytishganida, siz yogurtlarni obzor qilganingizdan keyin bizning yogurtlarimiz tinmasdan zakaz tushyapti ularga, hamda akkauntimiz 4 minutadan 90 minutaga bitada ko'tarilib ketgani uchun blok bo'lib qoldi sahifamiz, Instagram sahifamiz degandilar. Boshqa narsalarimizni yeb ko'rganmisiz? Qolgan narsalarni ham jo'nataman, hamda o'zingiz podpishchiklaringizga yoki umuman kim ko'rsa ham ularga ham aytib qo'ying. Instagramdan emas, hozirchalik Telegramdan zakaz qilishligi mumkin. Meni yo'qotib qo'yishmasin deb qo'ng'iroq qilib menga bir dunyo narsa jo'natibdilar. Hozirlar bilan shuni obzorini qilamiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p narsalar jo'natib o'rganlar. Sirlarni har xilligidan nomlaridan adashib ketdim, to'g'risini aytaman. Men bu qo'limda ushlab turgan tvorogimiz ricotta deb aytilar ekan. Agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, xato aytayotgan bo'lsam, tuzatib ketinglar. Bu dietetический mahsulot hisoblanib, belok va kalsiyga juda ham boy hisoblanar ekan va tuzish nimalari bo'lmaydi, yumshoqqina bo'lar ekan. Keyin yogurtlarni o'zingizlar bilasizlar, uni katta-kattalaridan jo'natib yuboribdilar. O'tgan safar men malina yeb ko'rgandim, pshenichniy bilan. Hozir esa persikovый jo'natib yuborganlar. Keyin mozzarella pizzaga jo'natib yuborganlar. Keyin sливочный плавленый сыр jo'natib yuboribdilar. Mozzarellani bemalol salatlarga ishlatsanglar bo'ladi. Keyin buratni jo'natib yuborganlar. Ish qilib, xullas juda ham ko'p narsalar jo'natib yuborganlar. Agar yana shunaqa yangi mahsulotlar, undan tashqari hammasi halol bo'lgan mahsulotlar kerak bo'lsa, albatta menga obuna bo'lib qo'yinglar. Описаниеda bo'lsa, bularni qanaqa zakaz qilishinglarni Telegram nomer va botlarini yozib qoldiraman.